Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 62 yoshdan oshgan pensionerlarning pasportlari va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari bo'yicha yangi tartiblar. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki yoshi katta qarindoshimiz bor. Birgina hujjat muddati o'tib ketgani sababli pensiya olish, bank kartasidan foydalanish, shifoxonaga ro'yxatdan o'tish, notariusga borish yoki chegaradan o'tish masalasida muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Hozir nimaga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi holatlarda hujjatni almashtirish shart? Qaysi holatlarda esa shoshish kerak emas? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlar ayniqsa pensionerlar uchun juda zarur. Avvalo eng asosiy narsani tushunib olaylik. Pasport yoki ID karta oddiy qog'oz yoki plastik karta emas. Bu hujjat orqali davlat sizning kimligingizni tan oladi. Pensiya jamg'armasi, bank, poliklinika, notarius, kadastr, soliq, temir yo'l kassasi, aeroport, migratsiya xizmati, mahalla, hatto oddiy mobil aloqa operatori ham shaxsni tasdiqlovchi hujjatga qaraydi. Demak, hujjatda xato bo'lsa, muddati tugagan bo'lsa, familiya yoki tug'ilgan sana noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, surat juda eski bo'lsa yoki hujjat shikastlangan bo'lsa, yoshi katta odam bir kunda bir nechta joyda qiynalib qolishi mumkin. Oldin ko'pchilikda shunday tushuncha bor edi. Men pensionerman, uyda o'tiraman, pasportim bor. Shu yetadi. Yana ayrimlar menga hech kim tegmaydi, men chet elga chiqmayman, pasportni almashtirish shart emas deb o'ylaydi. Lekin hozir davlat xizmatlari tobora elektronlashib bormoqda. Banklar ma'lumotni bazadan tekshiradi. Pensiya tizimi shaxsiy ma'lumotlarni avtomatik solishtiradi. Tibbiyot muassasalari elektron ro'yxat orqali qabul qiladi. Notarius esa hujjat haqiqiyligini alohida tekshiradi. Shu sababli eski yoki muammoli hujjat ilgari bilinmagan bo'lsa ham, hozir turli tizimlarda darrov ko'rinib qoladi. Yangi tartiblar deganda eng ko'p uchraydigan masala shuki, yoshi katta fuqarolar pasport, ID karta yoki xorijga chiqish pasportining amal qilish muddati, almashtirish tartibi va hujjatdagi ma'lumotlarning mosligiga jiddiy qarash kerak. 62 yoshdan oshgan odamlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi lozim. Chunki bu yoshda hujjat bilan bog'liq masala ko'pincha pensiya, bank, davolanish, meros, uy-joy, vasiyatnoma, ishonchnoma va safar bilan bog'lanadi. Bitta kichik xato katta kechikishga olib keladi. Endi kimlar birinchi navbatda xavotir olishi kerakligini aniq aytaman. Birinchi toifa pasport yoki ID kartasining amal qilish muddati tugashiga yaqin qolgan pensionerlar. Masalan, hujjatingizda amal qilish muddati 2025 yil dekabr deb yozilgan bo'lsa, dekabrni kutib o'tirmang. Men doim shuni maslahat beraman. Kamida 2-3 oy oldin tekshirib, almashtirishga tayyorgarlik ko'ring. Nega? Chunki ba'zan surat, barmoq izi, bazadagi ma'lumot, eski ro'yxatdan o'tish manzili yoki familiya masalasida qo'shimcha tekshiruv chiqishi mumkin. Siz bugun borsangiz, ertaga tayyor bo'ladi deb kafolat bilan yurish to'g'ri emas. Ikkinchi toifa. Hujjatida ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana yoki tug'ilgan joyi boshqa hujjatlar bilan mos kelmaydiganlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Bir joyda Abdullayev, boshqa joyda Abdullayevich noto'g'ri yozilgan. Eski nikoh guvohnomasida bitta harf boshqacha. Pensiya hujjatida tug'ilgan yil 1959, pasportda esa 1906 bo'lib qolgan. Oddiy odam bitta harf-ku deb o'ylaydi. Lekin notarius, bank yoki davlat bazasi buni oddiy xato deb qabul qilmaydi. Bitta harf sababli ishonchnoma rasmiylashtirilmasligi, meros ishi ochilmasligi yoki bankdan pul yechishda qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Uchinchi toifa. Pasporti juda eskirgan, yirtilgan, suv tekkan, sahifalari ko'chgan, surati tanib bo'lmaydigan holga kelgan pensionerlar. Ayrim otaxonlar pasportni 20 yil davomida cho'ntakda olib yurgan bo'ladi. Muqovasi yirtilgan, ichidagi yozuv o'chgan, muhr yaxshi ko'rinmaydi. Bunday hujjat bilan siz o'zingizni tanishtira olmasligingiz mumkin. Bank xodimi hujjat shubhali deb qabul qilmasligi mumkin. Shifoxonada ro'yxatga olishda ham muammo bo'ladi. Shuning uchun hujjatning jismoniy holati ham muhim. 4-toifa. Yaqinda uy-joy, meros, hadya, vasiyatnoma, ishonchnoma yoki kadastr ishlarini qilmoqchi bo'lganlar. Tasavvur qiling. 65 yoshli onaxon o'g'liga uyini hadya qilmoqchi. Notariusga borishadi. Notarius pasportni tekshiradi.
va hujjatdagi manzil eski, familiyada xato yoki amal qilish muddati tugaganini ko'radi. Natija nima bo'ladi? Ish o'sha kuni bitmaydi. Avval hujjatni to'g'rilash kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, yo'l, navbat, qo'shimcha xarajat va asab degani. Agar odamning sog'ligi yaxshi bo'lmasa, bunday kechikish oila uchun juda og'ir bo'lishi mumkin. 5-toifa bank kartasi orqali pensiya oladiganlar. Bugun ko'pchilik pensionerlar pensiyasini plastik karta orqali oladi. Banklar mijoz ma'lumotlarini vaqti bilan yangilaydi. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa yoki bazadagi ma'lumot bilan mos kelmasa, bank xizmatlarida cheklov bo'lishi mumkin. Masalan, karta almashtirishda, yangi karta ochishda, katta miqdorda pul yechishda, mobil ilovaga kirishda yoki hisob raqamini tasdiqlashda muammo chiqadi. Pensioner uchun bu juda noqulay, chunki u har oy pensiya kutadi. Hujjat muammosi sababli pensiyaga vaqtida kira olmaslik oilaviy byudjetga ham ta'sir qiladi. 6-toifa chet elga chiqishni rejalashtirayotganlar. Bu yerda ichki hujjat bilan xorijga chiqish pasportini aralashtirmaslik kerak. Ichki ID karta yoki pasport mamlakat ichida shaxsni tasdiqlash uchun kerak. Xorijga chiqish uchun esa alohida biometrik xorijga chiqish pasporti talab qilinadi. Masalan, Oltin 3 yoshli fuqaro farzandini ko'rish uchun Turkiya, Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatga borishni rejalashtiryapti. U chiptani oldi. Lekin aeroportda pasport muddati yetarli emasligi yoki hujjatdagi ma'lumotlar vizadagi ma'lumot bilan mos kelmasligi aniqlansa, safar buziladi. Ayrim davlatlar pasport amal qilish muddati safar tugagandan keyin ham kamida bir necha oy bo'lishini talab qiladi. Shu sababli pasportim hali tugamagan degan gap har doim yetarli emas. Safar qilmoqchi bo'lsangiz, avval talablarni tekshiring. Endi kimlar tinchroq bo'lishi mumkin? Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz amal qilayotgan bo'lsa, hujjat buzilmagan bo'lsa, ma'lumotlaringiz pensiya, bank, nikoh, tug'ilganlik va kadastr hujjatlari bilan mos bo'lsa, hozircha shoshilinch xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir tekshiruvni keyinga qoldirmang. Men yoshi katta tomoshabinlarga har yili kamida bir marta hujjatlarni ko'zdan kechirishni maslahat beraman. Bu xuddi sog'liqni tekshirtirishga o'xshaydi. Muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra oldindan bilgan yaxshi. Keling, bir nechta hayotiy misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 64 yoshli aka pensiyasini bank kartasidan oladi. Kartaning muddati tugaydi, bankka yangi karta olish uchun boradi. Bank xodimi hujjatni tekshirsa, pasport muddati tugaganiga 4 oy bo'lgan. Aka, men har oy pensiya olayotgandim-ku dedi. Lekin yangi karta ochish uchun haqiqiy hujjat kerak. Natijada u avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga boradi. Hujjatni almashtiradi, keyin bankka qaytadi. Agar u buni 2 oy oldin tekshirganida pensiya kuni shoshilinch muammo bo'lmas edi. Ikkinchi misol, 67 yoshli onaxon qiziga ishonchnoma bermoqchi. Sababi onaxonning o'zi poliklinika va davlat idoralariga borishga qiynaladi. Notarius pasportdagi familiya bilan nikoh guvohnomasidagi familiya yozilishida farq borligini ko'radi. Bitta harf farq qiladi. Notarius ishni to'xtatadi va avval ma'lumotni to'g'rilashni so'raydi. Oilada esa bitta harf uchun shuncha ovora bo'lamizmi degan norozilik paydo bo'ladi. Ha, bo'lasiz. Chunki hujjat huquqiy kuchga ega bo'lish uchun ma'lumot aniq bo'lishi shart. Uchinchi misol, 7 yoshli otaxon nabirasining to'yiga qo'shni davlatga bormoqchi. U ichki hujjatini ko'rsatib, menda pasport bor deydi. Lekin xorijga chiqish uchun alohida pasport kerak bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, pasport muddati safar davrida yetarli bo'lishi lozim. Agar bu masala chiptadan keyin aniqlansa, chipta qaytarish, sanani o'zgartirish, hujjat tayyorlash kabi ortiqcha xarajatlar chiqadi. Shuning uchun safarni rejalashtirishda birinchi qadam chipta olish emas, hujjatni tekshirish bo'lishi kerak. Endi istisnolar. Nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, yoshning o'zi hamma narsani avtomatik hal qilmaydi. Ayrimlar men 62 yoshdan oshganman, demak menga boshqa qoida qo'llanadi deb o'ylashi mumkin. Aslida ko'p holatda hujjatning amal qilish muddati turi va holati asosiy ahamiyatga ega. Ya'ni siz pensioner bo'lsangiz ham hujjat muddati tugagan bo'lsa, bank yoki notarius uni qabul qilmasligi mumkin. Pensionerlik maqomi hujjatdagi xatoni o'zi bilan tuzatib qo'ymaydi. Ikkinchi nozik jihat, ichki hujjat va xorijga chiqish hujjatini farqlash. Uy ichida, bankda, poliklinikada, mahallada ID karta yoki ichki pasport shaxsni tasdiqlaydi. Lekin chet davlatga chiqishda xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi.
Ba'zi odamlar menda ID karta bor, shu bilan hamma joyga boraman deb o'ylaydi. Yo'q, bu har doim ham to'g'ri emas. Ayniqsa yoshi katta odamni farzandlari chet elga olib ketmoqchi bo'lsa, hamma hujjatni oldindan tekshirish zarur. 3-nozik jihat, ro'yxatdan o'tgan manzil. Pensioner bir joyda yashaydi. Lekin hujjatda boshqa manzil ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Masalan, otaxon qishloqdan shaharga farzandinikiga ko'chib kelgan, lekin ro'yxati eski manzilda qolgan. Bunday holatda ayrim davlat xizmatlarida, tibbiy biriktirishda, ijtimoiy yordam masalalarida yoki mahalla orqali olinadigan ma'lumotnomalarda savollar paydo bo'ladi. Har doim ham manzilni darhol o'zgartirish shart degani emas. Lekin qaysi xizmatdan foydalanayotganingizga qarab bu masala muhim bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, hujjatni almashtirish vaqtida eski hujjatdagi ma'lumotlar bazaga qanday tushganini tekshirish. Ba'zan odam yangi ID karta oladi, lekin bankdagi yoki boshqa tizimdagi ma'lumot avtomatik yangilanmaydi. Shuning uchun hujjat almashtirilgandan keyin bankka, pensiya bo'limiga yoki kerakli tashkilotga yangi hujjat ma'lumotlarini yetkazish kerak bo'lishi mumkin. Men buni ayniqsa bank kartasi va pensiya oluvchilar uchun muhim deb hisoblayman. Chunki pul masalasida keyin bilamiz deb yurish xavfli. 5-nozik jihat, ishonchnoma orqali ish qilish. Yoshi katta odamning o'zi idoraga bora olmasa, farzandi yoki yaqin qarindoshi uning nomidan ish yuritmoqchi bo'ladi. Buning uchun odatda notarial ishonchnoma kerak bo'ladi. Lekin ishonchnoma berish uchun ham pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjati to'g'ri va haqiqiy bo'lishi shart. Agar hujjat muammoli bo'lsa, farzand men onamning o'rniga hal qilib kelaman deb borsa ham ish bitmasligi mumkin. Avval shaxsini tasdiqlovchi hujjat masalasini tartibga keltirish kerak. 6-nozik jihat. Sog'lig'i sababli idoraga bora olmaydigan pensionerlar. Bunday holatda oila a'zolari tegishli davlat xizmatlari markazi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki notariusdan amaldagi tartib bo'yicha qanday imkoniyat borligini so'rash kerak. Ayrim xizmatlarda uyga chiqish, vakil orqali murojaat qilish yoki oldindan navbat olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin buni telefon orqali eshitib qo'yish bilan cheklanmaslik kerak. Qaysi hujjat kerak? Ariza kim tomonidan yoziladi? Tibbiy ma'lumotnoma so'raladimi? Vakilga qanday hujjat kerak bo'ladi? Bularning hammasini aniq bilib oling. 7-nozik jihat, hujjat yo'qolgan bo'lsa, pensionerlar orasida pasportni yo'qotish holati ham uchraydi. Bunday vaziyatda vaqtni cho'zmaslik kerak. Yo'qolgan hujjat bilan bog'liq xavf shundaki, u begona qo'lga tushishi mumkin. Albatta zamonaviy tizimlarda himoya bor. Lekin baribir hujjat yo'qolganini rasmiylashtirish va yangisini olish bo'yicha darhol murojaat qilish kerak. Topilib qolar deb bir necha oy kutish to'g'ri emas. Ayniqsa hujjat bilan bank, kredit, notarial harakatlar yoki boshqa moliyaviy masalalar bog'liq bo'lsa, bunday beparvolik qimmatga tushishi mumkin. 8-nozik jihat. Ism familiya o'zbek, rus yoki boshqa tilda turlicha yozilgan bo'lsa. Avvalgi yillarda hujjatlar kiril yozuvda, keyin lotin yozuvda, ayrim joylarda ruscha transliteratsiya bilan yuritilgan. Natijada O harfi, J harfi, X va H, I va Y kabi yozilishlarda farq paydo bo'lgan. Oddiy ko'zga bu mayda ko'rinadi. Lekin elektron tizimda bu boshqa shaxsdek chiqishi mumkin. Shuning uchun yangi hujjat olayotganda ism familiyangiz barcha asosiy hujjatlar bilan mos kelishini tekshiring. Xodim yozib bergani shunchaki qabul qilib ketmang. O'sha joyning o'zida har bir harfni o'qing. Endi aniq nima qilish kerakligini qadam-qadam aytaman. Birinchi qadam. Hoziroq hujjatni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Sana qayerda yozilganini toping. Agar tugashiga 6 oydan kam vaqt qolgan bo'lsa, ayniqsa safar, bank, notarius yoki tibbiy xizmat rejalaringiz bo'lsa, almashtirishga tayyorgarlik ko'ring. Agar muddati o'tib ketgan bo'lsa, kechiktirmang. Ikkinchi qadam, hujjatdagi ma'lumotlarni boshqa hujjatlar bilan solishtiring. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya hujjati, bankdagi ma'lumot, kadastr hujjati, harbiy guvohnoma yoki boshqa asosiy hujjatlarda ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sana bir xilmi tekshiring. Ayniqsa meros, uy-joy, ishonchnoma yoki sud bilan bog'liq ish oldidan buni albatta qiling. Xato topsangiz, qaysi idora orqali tuzatish kerakligini aniqlang. Uchinchi qadam. Hujjatning holatini ko'ring. Muqova yirtilganmi, surat aniqmi? Yozuvlar o'chmaganmi? Sahifalar joyidami? Plastik karta silmaganmi? Chip yoki QR kod o'qiladimi? Bularning hammasi muhim. Hujjat shubhali ko'rinsa,
Odamning o'zi halol bo'lsa ham tashkilotlar uni qabul qilishda ehtiyot bo'ladi. 4-qadam qayerga murojaat qilishni oldindan aniqlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha davlat xizmatlari markazlari yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari orqali murojaat qilinadi. Qaysi hududda yashashingizga qarab tartib va navbat masalasi farq qilishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin ish vaqti, kerakli hujjatlar, davlat boji, navbat olish tartibi va xizmat muddati haqida aniqlik kiriting. 5-qadam. O'zingiz bilan kerakli hujjatlarni oling. Odatda eski pasport yoki ID karta, agar mavjud bo'lsa tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, ro'yxatdan o'tgan manzilga oid ma'lumot, to'lov uchun mablag' yoki kvitansiya, zarur bo'lsa vakilning hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Men har doim qo'shimcha ravishda hujjatlarning nusxasini ham olib yurishni maslahat beraman. Hozir ko'p joyda elektron baza bor, lekin qog'oz nusxa ba'zan ishni tezlashtiradi. 6-qadam. Ariza yoki murojaatda aniq yozing. Masalan, ID kartamning amal qilish muddati tugayotganligi sababli almashtirishni so'rayman. Hujjatim yaroqsiz qo'lga kelgani sababli yangisini rasmiylashtirishni so'rayman. Familiyam yozilishida xatolik borligi sababli ma'lumotni aniqlashtirishni so'rayman kabi. Agar xato bo'lsa, xatoning nimada ekanini aniq ko'rsating. Hujjatimda muammo bor deb umumiy yozsangiz, xodim ham nimani tekshirish kerakligini darrov bilmasligi mumkin. 7-qadam. Yangi hujjatni olganingizdan keyin darhol tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, jins, fuqarolik, hujjat raqami berilgan sana, amal qilish muddati, surat va boshqa ma'lumotlarni joyida ko'ring. Uyga borib xato topsangiz, yana qaytib kelishga to'g'ri keladi. Joyida tekshirish esa vaqtni tejaydi. Yosh katta odamlar ba'zan xodimdan uyalib, mayli, keyin ko'raman deb ketadi. Bunday qilmang. Bu sizning huquqingiz. 8-qadam. Yangi hujjat ma'lumotlarini kerakli joylarda yangilang. Bankka boring yoki bank bilan bog'laning. Pensiya bo'limida zarurat bor yo'qligini so'rang. Mobil aloqa operatoridagi ma'lumotlarni tekshiring. Tibbiyot muassasasida elektron ro'yxatingiz to'g'riligini ko'ring. Agar sizning nomingizda uy, yer, mashina yoki boshqa mulk bo'lsa, muhim bitimlardan oldin kadastr va notarius ma'lumotlari bilan ham mosligini tekshirtiring. 9-qadam. Farzandlar va yaqinlar yordam berish kerak. Bu masala faqat pensionerning o'ziga tashlab qo'yilmasligi lozim. 6-2 yoshdan oshgan odam hujjat tartibini, elektron navbatini, to'lovni, manzilni yoki internet orqali ma'lumot olishni bilmasligi mumkin. Farzandlar kamida bir marta ota-onasining hujjatini tekshirib, amal qilish muddatini telefon kalendariga yozib qo'ysin. Masalan, hujjat 2026 yil iyulda tugasa, 2026 yil aprel oyiga eslatma qo'yish kerak. Bu juda oddiy, lekin katta muammoning oldini oladi. 10-qadam. Hujjatlarni bir joyda tartibli saqlang. Pasport yoki ID kartani plastik g'ilofda quruq joyda saqlang. Tug'ilganlik, nikoh, pensiya, kadastr, bank va tibbiy hujjatlarni alohida papkaga joylang. Har bir hujjatdan nusxa oling. Telefon orqali rasm olib qo'yish ham foydali, lekin asl hujjat o'rnini bosmaydi. Rasmni begona odamlarga yubormang. Pasport ma'lumotlarini telefon orqali noma'lum shaxslarga aytmang. Ayniqsa pensiyangiz oshadi, kompensatsiya beriladi, karta ochamiz deb qo'ng'iroq qiladiganlardan ehtiyot bo'ling. Hujjat ma'lumoti moliyaviy firibgarlikda ishlatilishi mumkin. Yana bir muhim maslahat, agar sizga kimdir 6-2 yoshdan oshganlarga pasport majburiy almashtiriladi. Bugun almashtirmasangiz jarima bo'ladi. Hamma pensionerlar zudlik bilan yangi hujjat olishi kerak deb aytsa, darhol vahimaga tushmang. Har doim rasmiy manbadan tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga, tegishli bo'limga yoki ishonchli yuridik maslahatga murojaat qiling. Internetdagi har bir xabar to'g'ri bo'lavermaydi, lekin buning aksi ham xato. Hammasi yolg'on. Men hech narsa qilmayman deb beparvo bo'lish ham mumkin emas. To'g'ri yo'l hujjatingizni tekshirish. Holatingizni aniqlash va kerak bo'lsa rasmiy tartibda harakat qilish. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, 12 yoshdan oshgan pensionerlar pasport, ID karta va xorijga chiqish pasporti masalasiga beparvo bo'lmasligi kerak. Hujjatning muddati, holati, undagi ma'lumotlarning to'g'riligi va boshqa tizimlardagi ma'lumotlar bilan mosligi pensiya, bank, davolanish, meros, uy-joy va safar masalalariga bevosita ta'sir qiladi. Muammo chiqqandan keyin yugurishdan ko'ra oldindan tekshirish ancha oson. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning hujjatini tekshiring.
amal qilish muddatini ko'ring, ism familiyani solishtiring. Hujjat yaroqli holatdami? Aniqlang. Agar savol tug'ilsa, rasmiy idoradan ma'lumot oling va ishni kechiktirmang. Sizningcha pensionerlar uchun hujjat almashtirish tartibi yanada soddalashtirilishi kerakmi? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ham pensionerlar, pensiya, hujjatlar va davlat xizmatlari bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.